Yana qo'ziqorin qidirgani ketdim. Chunki qo'ziqorinlar cheburishga qisarsa ham shirin bo'ladi deb eshitdim, o'shaning uchun. Yana qidirgani ketdim. Qaranglar, qanaqa chiroyli topganimdan rosa xursand bo'lib ketyapman. Voy, shunaqa qilib topdim. Ko'p emas, qizlar. Bor yo'q 3 ta topdim. Bu ikkinchisi. Hozir uchinchisi ham chiqadi. Mana shunaqa yumshoq joylarga tushar ekan-da qo'ziqorin. Mana uchinchisi topdim-da, yugurib ketdim-da, xamir qildim. Sizlarga hozir qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib boraman, ko'ringlar. Xamir qildim-da, tez mana shunaqa bo'lib olib yoyib tashladik. Keyin mana shunaqa qiymasini mana shunaqa tayyorladik, qo'ziqorinni musorofkadan chiqarib, piyoz bilan birga xuddi qiymadek qilib, tuz, murch solib, mana shunaqa qilib yoyilgan xamirimizga solasizlar, tugasizlar. Ko'rinishi shunchalik qiyin emas, osongina ovqat. Buni bizda Xorazmdalar gumma deydi. Endi bir xil joylarda gumma desa kerak, bizda Xorazmdalar gumma deydi buni. Shunaqa qilib tugib oldik. Gummalarni katta-katta qilib yog'da qo'rdik. Qaynanam yog'da qo'rdilar. Bizni tayyorlab berdik. Mana shunaqa qilib qip-qizil bo'lib, chiroyli bo'lib pishadi. Va qizlar ishoninglar, shunaqa zo'r bo'lar ekan. Buni yeb ko'rgan odam biladi. Yemaganlar yeb ko'ringlar sizlar ham qo'ziqorindan cheburishga. Rosa shirin chiqadi. Mana shunaqa ko'p qildik. Mazza qilib yeb oldik hammamiz. Shunaqa qilib, menimcha bu oxirgi qo'ziqorinim bo'lsa kerak, keyin topmadim boshqa. Keyin ovqatlanib bo'lgandan keyin ko'chaga chiqdik. Ko'chaga chiqsam, osmon shunaqa chiroyli ko'rinishda turibdi. Aylanib keldik. Xayr.